Salom do'stlar, bugungi videomiz mana shu dollarlik sayt haqida bo'ladi. Bu sayt xorijliklar uchun. Kanalimda xorijliklar juda ham ko'p. Shu sababdan bu yerda ingliz tilida yozib qoldirdim. Agar siz tushunmasangiz tarjima qilib ko'rishingiz mumkin yoki menga yozsangiz ma'lumot berishim mumkin yoki bo'lmasa video davomida ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, saytga kirib olamiz. Dastlab ro'yxatdan o'tib olish kerak. Buning uchun Gmail akkaunt kiritasiz. Mana shu ikkita joyga bir xil parol kiritasiz va registrni ustiga bosib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Va bu yerda mana shu ustiga bossangiz admini va Telegram kanali chiqadi. Men esa o'z hisobimga kirib videoni davom ettiraman. Xo'sh, saytga kirganda mana shunaqa holat chiqadi. Bu yerda qandaydir sonlar bor, bu yerda ham sonlar bor. Bu yerda ilovani yukla, sayt ilovasini yuklab olish, bu yerda xabarlar bo'limi, bu yerda esa bizni akkauntimiz turadi. Pastroqda mana shu ustiga bosadigan bo'lsak, do'stlarni taklif qilish bo'limi, mana shu ustiga bosib nusxalab olasiz va do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Bu yerda mana nechta odam chaqirganingiz, referallardan kelgan bonus pullar hammasi chiqib turadi. Xo'sh. Va pastroqda mana bu yerda 6 ta bo'lim bor. Yana pastroqda VIP darajalar bo'limi va qolgan bu yerda hamyonlar ham bor ekan. Xo'sh. Bu yerda mana pul kiritish ustiga bosamiz. Bu yerda mana shuni xohlagan biridan pul kiritishingiz mumkin. Hammasi Binance'da bor. Xo'sh, mana shu ustiga bosadigan bo'lsak, bizga havola beradi. Mana shuni nusxalab olib pul kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Ustiga bosib turadigan bo'lsangiz, mana shunaqa qilib hammasini nusxalab olib, keyin Telegramda tarjima qilib o'qib tanishib chiqsangiz ham bo'ladi do'stlar. Hozir hamma narsani iloji bor. Xo'sh, pul kiritishni ko'rib chiqdik. Pul chiqarish va bu yerda darajalar bo'limi, bu yerda qandaydir sayt haqida ma'lumotlar ham bor. Bu yerda jamoa bo'limi, buni aytib o'tdim, bu yerda ham bor. Bu yerda qandaydir bonus bo'limi mana shunaqa turadi. Mana shu ustiga bossangiz, mana shunday ko'rinish chiqadi. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizda boshqacha chiqadi. Men oldin bosganman. Bilmadim, qandaydir bonus berar ekan. Va bu yerda mana shuni ustiga lobni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda ham qandaydir ma'lumotlar bor. Pastroqqa tortsak, biz pul kiritib kunni tanlashimiz kerak. Misol uchun 10 dollar kiritadigan bo'lsak, bir kunni tanlasak, bir kunda 10 dollar 20 sent bo'lar ekan. Biz 20 sent foyda olar ekanmiz. Agar biz 7 kunni tanlasak, 100 dollardan 5000 dollargacha pul kiritishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'sh, 100 qilamiz va biz 7 kundan keyin 117 dollar, ya'ni 17,5 dollar foydaga chiqar ekanmiz. 7 kun davomida 17,5 dollar foyda qilar ekanmiz. Agar biz 14 kunni tanlaydigan bo'lsak, biz 500 dollar kiritishimiz kerak ekan. 500 dollar kiritadigan bo'lsak, biz bu yerda mana 710 dollar qilib qaytarib olar ekanmiz. Demak, bizga 210 dollar foyda bo'lar ekan. 28 kunni tanlasak, bu yerga 1000 dollar kiritish kerak ekan. 1000 qilamiz. Xo'sh, 1980 dollar bo'lar ekan 20 kun, ya'ni 28 kun davomida. Bilmadim buni to'laydimi yo'qmi, men aniq bilmayman. Misol uchun bir kunni tanlab biz 50 dollar qo'yadigan bo'lsak, eng kami 10 dollar, 50 dollar qilsak 51 dollar qilib qaytarib olar ekanmiz. Agar 100 dollar qo'yadigan bo'lsak, 102 dollar qilib qaytarib olar ekanmiz bir kundan keyin. Pastroqda mana do'stlar, men 7 kunga 7 kunlikni sotib oldim. Endi xudo xohlasa men 7 kunda 17,5 dollar foyda qilaman. Bu yerda mana vaqt ketyapti. 6 kunu 23 soat 22 daqiqa qoldi. Bu asosan xorijliklar uchun. Men hech kimga pul kiriting boshqa deb tavsiya qilmayman. Bu xorijliklar uchun. Adashmasam tushunarli bo'ldi. Endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Hamma bo'limni tushuntirib o'tdim. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalda yoki guruhda yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'sh, pul chiqarish uchun withdraw'ni ustiga bosamiz. Bu yerda hozir 0 turadi, lekin biz mana shuni ustiga bosib
Men hisobimda mana $2,5 bor. Ya'ni birinchi kunni bonusi albatta BEP20 ga chiqarib olaman. BEP20 manzilini nusxalab olganman va kiritdim. Bu yerda maxni tanlaymiz. 2,5. Bu yerga parol. Yana bitta narsa, saytda ro'yxatdan o'tgan parolni saqlab qo'ying, sababi mana pul chiqarishda va saytga qayta kirishda kerak bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa komissiya yo'q. Hozir men parolni kiritib, keyin videoni davom ettiraman. Va mana parolni kiritdim. Endi confirm ustiga bosaman. Parol xatosi deyapti. Hozir biroz kutamiz. Xo'sh, parol xatosi deyapti. Hozir biz nima qilamiz? Bu yerga kirib parolni qaytadan, ya'ni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va withdraw successful bo'ldi do'stlar. Pullarimiz chiqib ketdi. Endi bu yerda xabarlar bo'limiga o'tamiz. Va mana withdraw success deyapti. $2,5 chiqarishga qo'ydim. Hozir Binance ga xabar kelsa, uni ham ko'rsataman, hamma narsa isboti bilan. Yana bitta narsa, bu yerda mana vaqti, soati, sanasi hammasini ko'rib olishingiz mumkin. 2025-yil 10-oy 2-oktyabr kuni soat 21:45, deyarli 46 da pul chiqarishga qo'ydim. Hozir Binance ga kirib ko'rsataman, pul kelib tushdimi, yo'qmi ko'rasiz do'stlar. Va mana ko'rib turganingizdek $2,5 pulimiz kelib tushdi. Biz 7 kun davomida kunlik bonusni olib boramiz do'stlar. Mana shunaqa qilib. Bu yerda mana vaqti, soati, sanasi hammasi bor. Mana 5 soniyada pullarimiz kelib tushdi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, demak, sayt 100% to'lovda xohlagan kunni tanlab pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Saytga qaytamiz. Juda ham ajoyib. Hech qanday muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek pulimiz 5 soniya ichida kelib tushdi. Siz bu yerda mana kunlarni tanlab pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sayt havolasi Telegram kanalda bo'ladi.